Bu videoni agar sizni storyingizda yoki reelsingizda chiqib qolgan bo'lsa, o'tkazib olishga shoshmay turing, chunki hozirgi oila masalasida ko'rsak albatta befarq qoldirmaydi. Chunki hayot sinovlari bilan 2 yildan ortiq vaqtdan beri bir joyda yotgan bu Abdulaziz akamizga moddiy yordamlarim kerak. Azizlar, hozir birgalashib akamizning xonadonlariga kiramiz. Bismillah. Og'rig'i bilan yotganman. 28 kun. Arqamda operatsiyani ham, boshqa narsani ham sezmaganman. Bag'im nol edi. Mana yerdan tomir qochib ketdi har kuni kol qilavergan edi. Keyin kateter qo'yganini tusholmadi-da, uni oyoqqa qo'yamiz dedi. Oyoqdan tomir chiqyapti dedi. Oyog'imga bitta sanchiganda barmog'im bunday qilib qo'ydi, yig'lavorganman. Bor ekan, xudo xolasa deb o'rgan. O'zimdagi harakatni, sezish organlarimni bilyapman-da. Faqat hozir bizga bir qattiq hozir bir muammo bo'lib turgan narsa shu yara. Juda og'ir holatda bo'lganman yiqilganimda. Nihoyatda og'ir holatda bo'lganman-da endi. 5 ta qovurg'a siniq, 6 ta umurtqa siniq. Kelib turib ko'rib meni rosmona Laysada yotgan holatimni syomkalarda qilib, vallohu alam o'sha akaxon $2000 yo $3000 hisob ketishgan. Ana holatimni ko'rib. Maşallah. O'sha akaxonda pullari, banaqdagi yig'ilgan mayda-chuyda pullar bilan 9-iyul kunga keyin operatsiyaga tayyor bo'lganmiz. Bosam mana bu narsalarni olgani imkoniyat bo'lmagan. Nihoyatda ko'pchilik yordam qildi, nihoyatda ko'pchilik. Mana shu hozir turishimga ham vallohu alam bir $10,000 dan oshiq pul ketdi, bizda uni imkoniyat bo'lmagan. Ana shu ko'pchilikni yordami bilan. Buni yaram o'ziga ham hozir 1 oy davomida hisoblansa aytyapman, bir 5 million, 4 million, 4 million, 5 million o'rtasida dori darmonimga pul ketyapti. Buni ro'zg'or yeb ichdi, kamonaki ishni meni qo'shganim faqat aptekani hisoblayapman. Kichkinagina qoladi deyin, davolab deyin. Aytyapman, o'rtalarimda imkoniyat bo'lmay qoldi-da, bosam bular 1 yil, 1,5 yildan bas meni yolg'iz qo'ygani yo'q. Haftasiga yetkazib berib kelib turgan, endi ularning ham bola chaqasi, oilasi bor, imkoniyati bo'lmay qoldi. O'rtada 20 kun, 25 kun dorisiz qolib, belimgacha bordi iring. Endi o'shanga sababini Rishtondan qilyapmiz, shifoni Allohdan so'rab. Endi aqa bitta borib kelish ham dori darmon nimalar bilan 8 million, bu safargisi 10 millionga tushdi. Allohga ham sanolar bo'lsin, o'lmadim. Men o'zi o'lishga tayyor bo'lib turdim. Yaqinda ham og'rig'imga endi shunaqa darajada jasurga og'riq bo'lyaptiki, odam o'ziga o'lim tilash yomon narsa. Albatta. Men Allohdan o'lim tilamagandim, yig'lab bordim. Alloh dedim, yo dardimni ol dedim, yo jonimni ol dedim. Yo dardimni ol dedim, yo jonimni ol Alloh dedim. Agarki chidalmay qoldimda, yig'il dori ta'sir qilmayapti. Ekol dori ta'sir qilmayapti. Men o'sha menga cho'stet qilmayapman. Analgin, dimidrol, baralgin, bir balo. 3 ta 4 ta qilib tashlaydi, cho'stet qilmay qolyapman. Endi bu hammasi yaxshilikka xudo xolasa. Hali lecheniyadan keyin manog'imda og'riq kuchayib ketdi. Mana 3-lecheniyadan keyin qattiq og'riq kuchayib ketdi oyog'i tarafimda. Doktorga telefon qilsam, "Iye, zo'r aka bu" deyapti. Значит, nimagadir erishyapmiz ekan aka deyapti. Hozir aytyapman, buni oyog'imda xiyol nimadir boshlandi, sezish. Chap oyoqdan boshlanadi. Da kuchli nerv nima taraman chap oyoq bo'lar ekan. Shu safarda Allohga dod duodim-da, yo jonim ol, yo dardim ol, Allohim ko'tarolmay qoldim. Endi 3 ta bola bor, ayolim bor, go'dagimni ko'rib turibsiz. Hada sharoit mana unaqa dey. Yaqinda Mosuldan 2 million qarz borgan Svetgacha uzib ketadi, mahalla yordam qilib o'sha narsani hal qilib oldik bir amallab. Kamunakalar pachaqa chiqyapti. Kechirdim. Alloh uchun. Unutdim hali narsalarni dey. Hali onaxon ko'yit bo'lib o'lishgani uchun o'zinikilar hazar qilib olib kelganimizda baqa ko'rgani ham kirmadi. Men hali qutolab olib kelganman. Kasal bo'lib o'lsam, mana men o'lib ketardim agar ko'yit bo'lib. Hali Alloh nasib qilgan odamga yuqadi bu. Alloh nasib qilgan odam o'ladi. Sen o'zingni olib qochganing bilan bundan qocha olmaysan. Men ayamni ko'chaga chiqarganim yo'q edi. Ko'chaga chiqmagan holatida kasal bo'ldi. Endi bu davrda ham ko'rdik, meni baxtimga shu oilam oldimda, ayolim tashlab qochib ketib bormadi. Alloh rozi bo'lsin kunlaringizdan ham. Boshqa narsamdan 1 gram yo burniga bir maskan toqib olmaydi. Toqib olginsa, qo'yinda dast parva. Hazar qilmaydi, boshqa qilmaydi. Yaramni ko'rib, ukam hushidan ketib qoldi. Ko'rmagan edi-da. Ayolim ponni davolayapti, boshqa qilyapti.
eski holatdagilarni ko'rib hushidan ketib qoldim. Endi hozir shu mablag' taraflama nihoyatda aytyapman-u, to'g'ri hammaga kerak mablag', hammaga kerak. Endi hozir menga qancha bo'lsa kam bo'lyaptiki, dorim zapas turish kerak. Har 20 kunda lecheniya olishim kerak. Shunaqa holat bo'lib qoldi. 20 kunda lecheniya oladigan bo'lsam, 10 million pul dori-darmonim bilan yetmaydi. Yetmaydimi? Yo'q. Hali bir sababchi bo'lyapsizlar. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Rahmat aka, birga bo'lsin. Buni oxirgi lecheniyamga ham ba'zi mana shu qo'yganlarimiz hali sabab bo'ldiki, bitta apa keldilar. Bir kun oldin telefon qildilar. Yangi yildan oldingi bo'lib turgan syomka qo'yyapman aka, 8 nechida aylanyapti dedingiz. 2-3 kun telefon qilishdi o'zi apa, farzandlaringiz qachon uyda? Bular sanatoriyada edi. Olib kelib beraman dedi. Olib kelib keling deyishdi. Olib keldim apa deb telefon qildim. Men borsam o'tyapman deyishdi. Tanimayman apani. Shu sabr sovg'a salomlar bilan kelishdi. Endi bir farzandlarimni ko'rgani kelishdi, kelsam, ukajon saxovatda nimalarni ko'rib, nevarali ballalarni ko'rib, o'zim nevaralarimga o'xshaydi ekan. Bir nima qilib ketay deb keldim. Deb turib 10 million so'm pul zakotimiz bor edi deb berib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin. Biz bilmaymiz mana shu narsalarni aka. Ha. Biz chiqaramiz tarmoqqa, shunaqa berib ketishdi. sababchi bo'lib qolamiz, xursand bo'lamiz aka. O'sha paytda ham rosa aytyapman-u. Alloh mehribonda nol holatga kelib, nima qilaman ekan, nima qilaman emas, Alloh mendan so'ra. Abi bandamanda, hali xayolim bandaga ketib qoladi, so'ragani, qaysi bandadan so'ray ekan deb qolaman-da. Allohdan so'rashdi o'rniga. Hali yig'ilib oldim hali holatdagi, bir yeb-ichishga, ro'zg'orga ham ishtima yo'q edi. Dori-darmonlarga ham ishtima yo'q edi. Telefon topib sotasan deb turdim endi ayolimga, shuni sotib kelsang, bir narsa qilamiz deb turdim. Hali apa kelib qolib, ishoning, endi ichimdan o'tgan narsani tushuntirib bera olmayman-da. Apani haqlariga duo qilib, o'sha apani pullarini, haqiqat to'lovlarni qilib, boshqa qilib, shu 3-lecheniyani olib kelib oldim deb. Alloh rozi bo'lsin shunaqa ehsonchilardan aka. Ha, haqlariga duo qilib deb, zakotimiz bor edi mana shu. Deb turib, 10 million ekipatga 50 ming so'mlik pul berib ketishdi. Endi unga ham siz sababsiz, Rasulbek. Endi biz Sababchi inson siz o'zi asli mana shu narsalarni qo'ygansiz, sizni kanalingiz Rasulbek. Savobini Alloh taolo sizga ham yetkazsin. Qalbingizda sizni ham nima niyatlaringiz bor, xonadoningizda nima muammolaringiz bor, o'zingiz bilasizlar. Endi biz bilmaymiz, Alloh bilguvchi, Alloh taolo o'zi mushkulingizni oson qilib, Alloh taolo hammasini o'zini zimmasiga olib, o'zi hal qilib qo'ysin, Alloh taolo yechib qo'ysin. Rasulbek, sizlar sababsizlarda uka shu narsalarga. buni ortida ko'p yigitlar xizmat qiladi. Bo'lsam u ayolni men tanirmadim. Umuman begona xotin. Endi o'sha больницаdan kelganimdan ba'zi yana o'sha больницаdan nol bo'lib keldik, o'sha holatdaman. Yana o'sha eski holat takrorlanib, o'sha kecha o'sha o'rtaqda nimasi bilan shu dori-darmonimni olib kelib oldim. O'sha bag'iga yana nol. Assalomu alaykum, xola, amakilar, sizlar yaxshimisizlar? Dadamiz tuzalib ketishlarini xohlaymiz. Yordam beraylik, iltimos yordam beringlar. Yordam berganlarga kattakon rahmat. Jon sog'ligi sog' bo'lsin.